Aniq sezgan bo'lsangiz kerak, oxirgi yangilanishdan keyin hamma Craftlandda karta yaratishga tushib ketdi va hamma mana shu yerda levelini ko'tarib Craftland galochkasini olmoqchi. Lekin sizga aytaymi, oddiy SNS komnata yokida oddiy parkur yaratib, bu yerda levelni 8-9 qilish imkonsiz menimcha. Unda nima qilish kerak? Galochkadan umidni uzish kerakmi? Yo'q, albatta. Shunchaki Craftland kartangizni biroz takomillashtiring. Masalan, emotsiya tugmasini qo'shing, naborlar tugmasini qo'shing. Agarda bularni qo'shishni bilmasangiz, bugungi videoni ko'ring. Bugungi videoda men emotsiya tugmasini qo'shishni o'rgataman. Agarda bu videoga siz like bossangiz va agarda fikringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, balki kelasi videolarda nabor tugmasini ham qo'shishni o'rgatarman. Agarda siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana bunaqa rezultatni ko'rasiz. Ya'ni unga ko'ra chekkada mana shunaqa knopkacha bo'ladi. Uni bosganimizda emotsiyalar bo'limi ochiladi. Emotsiyalar bo'limida xohlagan emotsiyamizni bemalol qilib o'ynashimiz mumkin va buni qilish umuman qiyin emas, agarda siz videoni diqqat bilan ko'rsangiz. Lekin agarda siz bir xayol surib qizlarni o'ylab qolsangiz, bu natijaga erisha olmaysiz, chunki ozgina kod xato ketsa ham bu kartada xatolik chiqaveradi. Keyin siz asabiy bo'lasiz va menga kommentariyada negativ qilishingiz mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'ring. Sizga ham ishonchli, tezkor, arzon almos kerak bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz videoni eson-omon boshlab oldik va endi agarda sizlarda o'zlaringning kartalaring bo'lsa, o'shani tanlashlaring mumkin va men mana shu Instaplayer Headshot nomli kartamga emotsiyalar tugmasini qo'shmoqchiman. Bizda bu komnata yaxshi ishlangan, SNS mazza qilib do'stlaring bilan o'ynasalaring bo'ladi, lekin buni yana ham qiziqroq qilish uchun oldingi emotsiyalarni qo'shish yaxshiroq menimcha. Va endi biz emotsiya qo'shish uchun mana bu chekkadagi knopkani bosamiz, bu yerdan hudni bosamiz, Sazdat hud, 3 ta nuqtachani bosib turib, bu yerdan birinchisini bosamiz va o'zimizga knopkamizga nom beramiz, ya'ni emotsiya. Chunki bu emotsiyalar tugmasi, shuning uchun emotsiya deb nom berganimiz yaxshiroq. Bu yerdan podveditni bosamiz va redaktorovat sxemani bosamiz. Bu yerda knopka qo'shamiz va knopkamiz emotsiyalik bo'lishi uchun simvolni bosamiz va bu yerdan emotsiyaning rasmini tanlab olamiz, ya'ni mana shu stikerchani. Endi buni o'zimizga moslab kichkinaroq yoki kattaroq qilishimiz mumkin. Men kichkinaroq qilib mana bu chekkaroq qilib qo'yaman, chunki o'yinchiga xalaq bermasligi kerak bu. Buni keyin xohlagan rangimizga o'zgartirishimiz mumkin. Men mana bu havo rangini tanlab qo'yaman, chunki ko'zga yaxshiroq tashlanyapti va chiroyliroq deb o'ylayman. Endi esa biz bu yerdan rasm qo'shamiz va rasmni dumaloq qilamiz. Ya'ni nimaga dumaloq deydigan bo'lsalaring, chunki bu emotsiya uchun uni kattaroq qilamiz va qora rangga o'zgartirib, biroz benurroq qilib qo'yganimiz yaxshi. Endi esa asosiy qismlardan biriga o'tamiz, ya'ni emotsiyalar tugmasini qo'shib chiqamiz. Buning uchun yana bir knopka qo'shamiz va yana grafikaga o'tamiz. Bu yerdan yana simvolni tanlab turib, stikerchani olamiz. Ya'ni stikerchalarni olib, ular emotsiyalar tugmasi bo'ladi. Ularni kichkinaroq qilib mana shu doiraning ichiga sig'dirishimiz kerak. Nechta sig'dira olsalaring, shuncha emotsiya bo'ladi. Men mana shunaqa qilib birin-ketinlikda terib chiqaman. Terib bo'lganimizdan keyin bizga chiqish knopkasi kerak. Uning uchun yana bir knopka qo'shib turib, yana grafikaga o'tamiz va bu yerdan X chani tanlaymiz. Ya'ni X bu chiqish belgisini anglatganligi uchun X ni tanlaymiz va uni mana shu emotsiyalar doirasini ozgina chekkaroqga qo'yib, kichkinaroq qilib qo'yamiz. Rangini esa men qizil rang qilaman, ya'ni qizil rang bu chiqishni anglatadi. Endi esa eng zerikarli joyi, bu yerda har bir knopkamizga nom berib chiqamiz, ya'ni esimizda qolishi kerak. Bu yerda emote button yozib qo'yaman, chunki emote button bu emotsiyalar tugmasi degani va asosiy tugmaga emote btn deb nom beramiz. Bu yerda image 2 deb yozib qo'yibdi va biz bu yerga rasm 1 deb yozamiz. Podveditni bosamiz va endi emotsiyalarimizga birin-ketin emote 1, emote 2, emote 3 deb nom qo'yib chiqamiz. Bu nima uchun kerak desalaring, biz skript yozamiz. Bundan keyin o'sha skript xuddi o'yinlardagi kodga o'xshaydi. O'shani yozayotganda adashib qolmaslik uchun har bittasiga alohidadan esda qoladigan qilib nom berib chiqqanimiz yaxshi. Va men videoni ozgina tezlashtiraman va oxiridagi chiqish knopkasiga chiqish deb nom beraman.
Bu yerda nomlab bo'lganimdan keyin ko'rib qoldim, bitta knopka qolganlardan ko'ra kichkinaroq ekan, odam ajratish bo'lmasin, shuning uchun bir xil qilib qo'yaman. Endi bu yerdan Novi Script ga bosamiz va bu yerda script yozamiz. Bu eng asosiy qism bo'lganligi uchun e'tiboringlarni qaratinglar shu joyga. Bu yerda biz birinchisini bosamiz, ya'ni emote btn tugmasi bosilganda nima bo'ladi? Действияni bosib turib, настроить свойствani bosamiz va сущностga mana bu получить widget из пользователь UI ni bosamiz. Va bu yerda cel plus yozib qo'ygan, mana shu plusga eta сущностni bosib qo'yamiz. Va bu yerda emote btn ni o'zgartiramiz, bu yerda rasm 1 ga o'zgartiramiz. Ya'ni sizlar isho rasmga nima deb nom qo'ygan bo'lsalar shunaqa. Bu yerda A deb yozib aktivno samoni tanlab qo'yamiz. Keyin mana oxirdagi pluschani bosib turib, bu yerdan false ni tanlab true ga o'zgartirib qo'yamiz. Menimcha kod to'g'riga o'xshab turgandi, lekin mana bu birinchisidagini biz xato tanlab qo'yibmiz. Buni udalить qo'yamiz va событияga kirib turib, pastroqda eng pastda bo'ladi odatda. Endi agar sizlar oxirida tanamagan bo'lsalaring, eng pastda когда knopka emote button нажата degan knopka bor. Mana shuni tanlab qo'yamiz. Bo'ldi bolalar, so'kishga shoshilmanglar. Hammasi to'g'ri, prosta mana shuni biz bitta xato qo'yganmiz. Biz chiqish knopkasi bosilganda nima bo'lishini tushuntirish uchun когда knopka chiqish najatani tanlaymiz. Chunki biz chiqish deb nomlaganmiz, shuning uchun chiqish deyilgan. Bu yerda ham когда knopka chiqish najata, bu yerda ham действияni bosib настроить свойства, yana pluschani bosib получить widget из пользователя UI, pluschani bosib eta сущностni tanlaymiz va mana bu emote btn ni rasm 1 ga o'zgartiramiz. Bu yerda yana o'sha qizil bo'lib turganda bosib turib, aktivno samoga o'zgartiramiz. Va bu yerda yana bir o'zgaradigan narsa, pluschani bosib turib, bu yerdan false ni tanlaymiz va shu falseligicha qolishi kerak, tag'in o'zgartirmanglar. Endi esa biz hammasini to'g'ri qildikmi yo'qmi sinash uchun avvalambor saqlab olamiz va настройкаga kirib, bu yerda script для всего матчani bosib turib, событияdan kod yozishimiz kerak bu yerga ham, ya'ni mana bu yerdan men ko'rsatgan tugmachani bosasizlar va yana действияga o'tib, qidiruvga HUD deb yozasizlar inglizchasiga va mana shu birinchida turganini olamiz. Bu yerda mana shu birinchisida turgan igrok topib turib, ikkinchisiga qo'yamiz va mana shu HUD'larni nima deb nomlagan bo'lsalaring, o'shani tanlab qo'yasizlar. Va bo'ldi. Endi yana saqlaymiz va igratni bosamiz. Ya'ni sinab ko'rish uchun igratni bosamiz. O'yinga kiradi va biz endi ko'rishimiz mumkinki, ekranda emotsiyalar tugmasi bor. Biz X ni bossak, bu emotsiyalar tugmasi yo'qolib qoladi. Va endi biz yana cook emotsiyachani bossak, bu paydo bo'lyapti. Lekin emotsiyalarni bossak, emotsiya qilmaydi, chunki biz hali bu narsani to'g'rilaganimiz yo'q. Endi esa buni to'g'rilash uchun chiqamiz va yana o'sha HUD ga kiramiz. Yana redaktor va skriptga o'tamiz va esinglarda bo'lsa, men emotsiyalarni knopkalarni har bittasini alohida nomlab chiqqandim va endi bu bizga foydasi bo'ladi. Endi biz bu yerdan когда нажата emote 1 da bosamiz. Ya'ni emote 1 bosilgan payt nima bo'lishini biz bu telefonga tushuntiryapmiz. Endi esa biz emote 1 tugmasi bosilganda qaysi emotsiyani qilishini tushuntiramiz. Qidiruvga emote deb yozamiz va mana shu birinchida chiqib kelgan запустить emotsiyani tanlaymiz va igrok initsionerda bosib turib, emotsiyada mana shu dab deb yozib qo'ygan, shuni bosib xohlagan emotsiyamizga o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, men birinchisiga lol deb qo'ymoqchiman, ya'ni emote 1 da bosganda lol emotsiyasini qiladi. Endi biz когда нажата emote 2 ni bosamiz. Bu yerda ishimiz osonroq bo'lishi uchun запустить emotsiyani kopировать qilamiz va вставить qilib mana shu yerga qo'yamiz, lekin mana shu yerda xatolik chiqsa qo'rqmanglar. Uni xatolik chiqqandan keyin udayq tashlab, igrok initsionerda bu yerdan olib qo'yishlaring kerak va bu yerda yana emotsiyani boshqasiga tanlab qo'ysalaring bo'ladi. Shu ketishda endi biz когда knopka emote 3 najatani tanlaymiz, ya'ni 3-knopka bosilganda nima bo'lishi. Bu yerda ham запустить emotsiyu, igrok initsioner va emotsiyani bosib turib, xohlagan emotsiyamizni tanlab qo'ysak bo'ladi. Bu yog'iga videoni ozgina tezlashtiraman. Maqsadim sizlarning vaqtlaringizni o'g'irlamaslik, lekin hammasi o'sha boya ko'rsatganimdek birin-ketinlikda ketaveradi. Emote 4 bosilganda nima bo'ladi, emote 5 bosilganda nima bo'ladi, mana shunaqa. Va запустить emotsiyani qo'yasizlar, igrok initsionerni tanlaysizlar, emotsiyalarni esa xohlagan emotsiyalaringni tanlab o'zgartirsalaring bo'ladi. Shu joyda men vaqtdan foydalanib kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim, chunki biz 20 ming obunachiga juda yaqinmiz va 20 ming bo'lishimiz uchun sizlar poddershka qilasizlar degan umiddaman. Chunki men mana shunaqa noodatiy va hech kim sizlarga ko'rsatmagan topoviy kontentlarni olib chiqaman. Meni kontentlarim doim sizlarga qiziq bo'lsa kerak meni fikrimcha.
Va albatta agarda xohlasangiz, sizlar podderishka qilsangiz, kelasi videoda kommentaga nabor knopkasini qo'shishni ham o'rgatishim mumkin. Men gapirganimcha, uje biz skript yozishni tugatdik va endi biz bu yerdan bemalol chiqib ketsak bo'ladi. O'yinda saqlanib qilamiz va igratda bosamiz, sinab ko'rish uchun albatta. O'yinga kiradi va biz endi birin-ketinlikda emotsiyalarni bosib ko'ramiz. Qani ishlaydimikan? Albatta ishlasa videoga like bosib qo'yasiz jigar. Endi esa biz birin-ketinlikda bitta emotsiyalarni sinab ko'ramiz. Masalan, biz ikkinchi emotsiyani bossak, mana shunaqa chapak cholyapti va biz birinchida turgan emotsiyani bosadigan bo'lsak, mana shunaqa kulyapti. Ko'rishlaring mumkinki, hammasi 100% ishlayapti va agarda siz videoni diqqat bilan ko'rgan bo'lsangiz, sizda ham ishlaydi. Endi esa biz bu kommentlarni saqlanib qilamiz va chiqib ko'ramiz. Qani bu o'yinda do'stimiz bilan o'ynasak ham bu ishlarmikan? Men do'stim bilan kommentga kirib oldim va ko'rishlaring mumkinki, do'stimiz bilan o'ynasak ham bu knopka bemalol ishlayapti. Endi esa bu yerda o'tib, bir do'stimizni masxara qilib, emotsiya qilib ko'ramiz. Ana allaqachon do'stim yonimizda va men uni kallasini dirabayk bilan yorib tashlaman. Yo'q, bola, men qo'lim terlaganda, shuning uchun ozgina yutqizib qo'ydik. Hammaylar bu hisob emas. Hozir men endi do'stimga albatta ko'rsatib qo'yaman. Do'stimni mana shu uzoqdan mo'ljalga olib headshot berib qo'yaman va endi biz bu yerdan emotsiya qilsak bo'ladi, mana oldozki anjimaniya emotsiyalarini. Shu joyda bizni Free Fire'da Craftland kartamizga emotsiya tugmasini qo'shish videosi o'z yakuniga yetdi. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, video haqidagi fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va shunga o'xshash topoviy kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Siz Kingfire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.